Ustoz, nimaga men hali ham ingliz tilida zo'r gapira olmayman? Qara, sen qoidalarni yodlaysan-u, lekin amaliyotda ishlatmaysan. Gapirishni boshlash uchun sen kuniga kamida 10-15 minut praktis qilishing kerak. Yo, men qilaman. Lekin sal kamroq qilaman, lekin qilaman. Men даже so'zlarni ham yodlayman. O'zingiz aytgansiz-ku, bu muhim deb. Muhim albatta, lekin so'zlarni shunchaki yodlab olish yetmaydi. Agar sen shunchaki yodlab olsang, ular seni passive vocabulary'ingda bo'lib qoladi. Ya'ni amaliyot bo'lmasa, ular hech qachon seni gapingga chiqmaydi. Yo'q, ustoz, siz tushunmayapsiz. Men so'zlarni juda ko'p yodlayman. Meni so'z borligim yaxshi, men bilaman-u. Menga yetmayotgan narsa aniq grammatika. Future perfectni bitta qaytarib olsam, ana shunda zo'r gapirib ketaman. Mana ko'ryapsam, yana practice qilishni o'rniga bahonalar qidiryapsan. Meni ham tushuning, ustoz. Axir men o'qishim, ishim ham bor-ku, vaqtim yetmaydi. Tag'im ingliz tili muhitida yashamasam, baribir o'rgana olmasam, qaniydi men Londonda tug'ilib qolganimda hammasi zo'r bo'lib ketardi. Bir xil odamlar shunchaki omadli-a.